Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz neyron tarmoqlar ma'lumotlarni qanday o'rganadi, shu ustida gaplashib o'tamiz. Neyron tarmoqlarning tuzilishi, neyron tarmoqlar hali keyingi slaydlarda ko'rsataman. Qanday qatlamlardan iborat bo'lishi, qanday jarayonlar bo'lishini ko'rib chiqamiz va forward pass, ya'ni oldinga o'tish haqida gaplashib o'tamiz. Eng oddiy neyron tarmoq birinchi kiruvchi qatlam bo'ladi, ya'ni bizni ma'lumotlarimiz bo'ladi. Biz berayotgan ma'lumotlar. Neyron tarmoq o'rganadigan ma'lumotlar bo'ladi. Yashirin qatlamda esa eng muhim matematik amallar, formulalar ishlaydi va neyron tarmoq o'sha yashirin qatlamda o'rganadi. Chiquvchi qatlam oxirgi natija bo'ladi. Bunda biz to'liq eng oddiy neyron tarmoqni to'liq ishlashini ko'rishimiz mumkin. Bunda kiruvchi qatlam bo'lyapti. X, N, XG va hokazo, ya'ni n ta kiruvchi ma'lumotlar va vaznlar va chiziqli hisoblash shular. Endi gapirib o'tadigan bo'lsak, masalan, mushuk kiruvchi ma'lumotlarni aytaylik, rasmlarni klassifikatsiya qiladigan ma'lumotlarni beryapmiz deylik. Mushukni rasmini, itni rasmini berdik. O'sha kiruvchi qatlam bu yerda x1, x2 va hokazo xn bu o'sha rasmlar bo'ladi. Rasmlarning parametrlari, ya'ni o'sha piksellar, vaznlar o'sha rasmni qanchalik muhimligi, qanchalik ahamiyatliligini bildiradi. Aytaylik, kasallikni bashorat qiladigan model bo'ladigan bo'lsa, uning kasallikning prognozi o'sha jinsiga, bemorning jinsiga juda ham bog'liq bo'lsa, masalan, faqat ayollarda uchraydigan kasallik bo'lsa, uning jinsiga bog'liq bo'ladi. Faqat ayol bo'lishi kerak. Shu vazn degani o'sha qanchalik o'sha parametrning ahamiyatliligi, ya'ni x ning qanchalik ahamiyatliligi bo'ladi. Chiziqli hisoblashga keldik. Bu yerda vaznlar kiruvchi qiymatlarga ko'paytiriladi. Har bir vazn kiruvchi qiymatlarga ko'paytiriladi va bias qo'shiladi. Bias degani shu ozgina qiymat beriladi. O'sha to'g'ri-noto'g'riligiga imkoniyat yaratib beradi. Yo to'g'ri bo'lsin, yo noto'g'ri bo'lsin degan ma'noda. Va ularning yig'indisi qo'shib boriladi va chiziqli bo'lmagan aktivlashtirish funksiyasi, ya'ni nochiziqlilikni beradi bu aktivlashtirish funksiyasi. Ya'ni chiziqli grafik tasavvur qiling. Ma'lumotlar x o'qida, label y o'qida bo'lsin. Har doim bir tekis bo'lmaydi-ku. O'sha nochiziqli grafik bo'ladi. O'sha nochiziqlilikni mana shu aktivlashtirish funksiyasi beradi va chiquvchi natija bo'ladi. Mana shu to'liq bir borishi forward bo'ladi. Forward pass, ya'ni oldinga borish. Har bir bosqichda kiruvchi vaznlar ko'paytiriladi, bias qo'shiladi. Ularni aytib o'tdik. Aktivlashtirish funksiyasiga o'tadi. Chiquvchi natija keyingi qatlamga jo'natiladi. Keyingi darslarimizda endi bularni yana ham ichiga kirib, yana ham chuqurroq o'rganamiz.